Bu ilgər Türkiye degan gapni bək to'la anglaymiz. Undaqda Türkiye nima uchun ilgər degan gapga simul bo'lib qolgan, bu hammamizni qiziqtiradigan temaning birisi-ku deyman. Undaqda qani bugun uni biraqur tushungach, uning nemishqa ilgər Türkiye deyilganligini sizlarga bir tushuntirib beray. Türkiye go'shxo'rlar atrofida isht oilasidagi tulki urug'tishidagi sutemgich hayvonlarning umumiy atalishi. Uning badan shakli isht oilasidagi hayvonlar ichida o'tiral yoki kichikroq bo'lib, eng chong qizil tulkining badan eg'irligi 14 kilogramga, eng kichik tulkining badan eg'irligi ora 0,7 kilogramdan 1,6 kilogramgacha keladi. Teni yumshoq ham uzun, putlari qisqa, quyruqi uzun ham tom, tuklari qo'yiq, qarmoq chiroyli qiz bolaga o'xshaydi. Undaqda u nemishqa ilgər degan gapning yonda so'zi bo'lib qoladi. Nodir filmlarni dal vaqtida haqsiz ko'rmoqchi bo'lsangiz, Leglek TV saloniga agishib eling. Amaliyotda buning orqasiga tulkining yashash aloyidligi va madaniyatining ta'siri sabab bo'lgan. Birinchidan, tulki ovulganda taktika va mahoratni ishlatishga intayin moyir. Ular o'ljaning aloyidligi va muhit ahvoliga asosan apchilik bilan tutish planini tuzib chiqalaydi. İkinchidan, tulki xatarga yo'liqqanda tez inkas qaytarib, har xil amallarni tepib o'zini qo'g'daydi. Kuchli kushandisiga duch kelganda tulki o'lgan qiyofatga kirivilish taktikasini qo'llanib, yerda yetilib midirlamaydi. Bu qilmishlar tulkini insonlarning nazarida intayin aqlli, cho'tni yaxshi so'qadigan odamlarda his qildigan. Shu sababdan nurg'un madaniyatlarda tulki ilgirlik simul qilingan. Davlatimiz madaniyatida tulki dastlabda chiroyli hayvon deb ta'riflangan, lekin Yuan Ming sulolaridan keyin kishilarning tulkini tushunishiga ergishib, u tadrijiy holda doim erlarni ozdiradigan, qizlarni chaqiradigan vositaga aylanib qolgan. Biroq bu aloyidliklar amaliyotda tulkining uzoq muddatli tadrijiy taraqqiyot jarayonida shakllantirgan yashash iqtidori va moslashish taktikasidir.